alaykum. Arzona avtobus kanali obunachilari. Xo'p, hafta kuniga yakshanba 2026-yil 3-aprel Farg'ona mashina bozoriga yetib kelganmiz. Kommentariyada yangi Damas'larni ham ko'rsating deyishgan ekan. Damas narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Ekranga yaqinroq o'tirib olib, hozirroq bitta laykni bosib qo'yamiz. Fikr, mulohazalar kommentariyaga yozib qo'yamiz. Keyingi safar qanaqa mashinani obzor qilaylik, kommentda qoldiramiz. Xo'p akalar, yangisidan 2026 full variantidan chiqib qoldi. Navaratlari bo'lgan. To'rtta balon yangi sakatiska 2026. Ichlariga kelsak, psixol polilar bo'lgan, barlarigacha bor tepalari. Subwoofer. Monitorlarigacha bor, pultlari ham bor ekan. Shumka bo'lgan-a mashina? 100% shumka bo'lgan. Minishga tayyor mashina sizlar uchun olasiz, hech qanaqa rasxod qilmaysiz. To'rala baloni ham sakatiskalar taqilgan, zo'r holatda nomerlarga chop qo'yilgan. Olasiz, minasiz, yangisidan so'raganlar uchun dahshat holatda. Hozirroqda laykni bosib qo'yamiz. Kimi 26 dokumentlardan muammo yo'q ekan, aytgan dokumenti bo'ladimi? Aytgan dokumentlar ham bo'ladi mana. Bunaqasi faqat bizning kanalda, to'g'ri narxicha qimmatroq bo'lishi mumkin, lekin yangisida maza qilib minasiz, rasxod qilmaysiz. Yurganlar. Narxi necha pul dedingiz? 9 mingdan tushib beramiz buni. 9 mingdan? 9 mingdan kami bor deyishyapti. Telefon qilaverasizlar. To'g'ri qimmat, o'shunga yarasha sarflangan, navarotlar bo'lgan mashina. Telefon nomerlar 90li 007 4847 telefon qilib baraka qilib olishlari mumkin. Xo'p, yana bitta navarotlar bo'lgan Damas chiqib qoldi. 2025-yil minishga tayyor holatda navarotlarigacha bor. Subwooferlar qo'yilgan, tepalarigacha barlarcha qo'l bo'li. Pultlarigacha bor ekan, yurganlari. Mana yurgan probeklar. O'raslari bosvoraydan joyi jigarlar, polni shumka bo'lgan. Zo'r holatdagi oldi orqa butun kraskasi top-toza 2025. Yangisidan so'rayotgan obunachilarimiz uchun zo'r variant. To'rtta sakatiskalar taqib qo'ygan, balonlari yangi. Buning narxi necha pul edi? 77 dan? 77 dan tanlab oling. 7700 dan tanlab olaverar ekansizlar. Xo'p, yana bittasi 2025-yil bu ham. Nomerlar olingan, chexol polilar bo'lgan, to'rtta balonlari yaxshi holatda. Chexol poli bo'lgan, monitorlarigacha bor. Tepalarigacha subwoofer, kanonkalar. Barcha chexol poli, kolilarigacha bo'lgan. Shumka, polni shumka 100% shumka deyishadi. Olasiz, minasiz, rasxod qilmayman, sarflamayman degan obunachilarimiz uchun mana shu ideal holatdagi 2025 868. Bu ham shunaqa edi. Bu ham $7700 bo'lishi kelishib qo'yildi. Bu ham $7700. Telefon nomer 90li 007 4847 telefon qilib baraka qilib olishlaring mumkin. Hozirroq bitta laykni bosib qo'yamiz. Xo'p, sizlar uchun yana bitta 2024-yil Damas chiqib qoldi. To'rtta baloni yaxshi. Kraskalari top-toza. Yashirtirib olaverasiz. Ichlariga kelsak, chexol polilari bor, barlarigacha bor, rollar qo'yilgan. Mashina zo'r holatda turibdi, minishga tayyor holatda. Hech qanaqa olib sarflamaysiz, rasxodlari o'zi qilib qo'yishgan.
orqalari. Olasiz, minasiz, mana. Hech qanaqa nuqsoni yo'q mashina. 2024 kraskalari toza, balonlari yaxshi holatda. Minishga tayyor. Yurganlar. Variant barter bo'ladi. Pul yetmay qolganlarga Bank beramiz. bank qilib berishar ekan. Millionlar atrofida pul bo'lsa, Hop. Necha pul dedingiz narxini? Narxini? oxiri 60 liraga beramiz. 6400 ga bo'lishi kami yo'q variantiga kelish bo'ldi. Hop, bunisi nechinchi yil? 25. Bu 25 kraskalar toza. Ishlar egasi yo'q. Barlari bor. Yurganlar. Psixol polilar bo'lgan. Mana 20. To'ralar baloni ham yaxshi holatda, kraskasi toza bular. Kraskalari toza, ichlari kesi. Kalonchalarigacha bor. Rasxod qilmaysiz, olasiz, minasiz. To'ralar baloni ham ana shunday rangda, to'ralar baloni ham yangi holatda, psixol poli barlarigacha bor. Oldi orqasi butun kraskasi tozasidan. Hozir bitta like bosib qo'yamiz, mehnatimizni qadrlab. Buni narxi necha pul edi buniki? Buniki 6600 beriladi. 6600 dan kami bor deyishyapmiz. 17 ming yurgan ekan. Telefon nomerlar 91lik, 91lik 329, 329 15 16. 15 16 telefon qilib baraka qilib olishlari mumkin. Hop, yana bitta Damas chiqib qoldi. 2024-yil kraskasi tozasidan. To'ralar baloni ham yangi, tekshirtirib olaverasizlar. Ishlari egasi. Psixol polilar bo'lgan ekan. Minishga tayyor. Oldi orqasi butunidan zo'r holatda. Dehqonchilik. Dehqonni o'zidan Damas. Yurganlar qancha edi? 34 ming yurgan ekan. Tashladi mashinasi. Tashladi mashinasi ekan. Dokumentlarda muammo yo'q-a? Aytgan dokumentlaring bo'ladi. Variant kelishilgan holda, o'sha puli yetmay qolganlar 1-2 oy variant kutish mumkin. Narxi Oxiri 64. 6400 bo'lishi deyishyapti. Telefon nomerlar 91lik 113, 113 63, 63 59. 59. Telefon qilib baraka qilib olishlari mumkin. Hop, akalar, videoni shu joyda to'xtatamiz. Video yoqqan bo'lsa, hozirroqda like bosib qo'yamiz. Keyingi safar qanaqa mashinalar obzor qilaylik, kommentariyaga fikrlaringni yozib qoldiramiz. Farg'ona mashina bozorida Damas narxlari bilan tanishtirib o'tdim sizlar bilan. Yangi Damas narxlari so'rashuvdi. Hozirroqda like bosamiz, malol kelmasa obuna bo'lib qo'yamiz. Sog' bo'ling.